qandli diabeti bor bemorlarga ogohlantirish bilan chiqyapman. Oxirgi paytda juda ham ko'p reklamalar asosida o't preparatlari, dori mahsuloti bo'lmagan preparatlarni reklamalari kuchayib ketdi va bu reklamalarni endokrinolog bo'lmagan shaxslar reklama qilishyapti. Endokrinologman deb turib, lekin hech qayerda o'qimagan, diplomlari bo'lmagan insonlar reklama qilishyapti. Eng afsuslanarlisi, ular katta pullarga sizlar taniydigan artistlarni va taniqli insonlarni reklamaga olishyapti. Lekin bu insonlarda aniq diabet yo'q. Diabet sizda bor. Diabetni siz faqatgina mutaxassisligi endokrinolog bo'lgan insonlarda, juda katta tajribasi bo'lgan insonlarda, dieta asosida jismoniy harakatlarni ko'paytirgan holda va dori mahsulotlarini qabul qilgan holda kompensatsiyaga tushirishingiz va sog'lom insonlardek hayot kechirishingiz mumkin. Bu videoni qandli diabeti bor insonlarga yuborib qo'ying, ular ham yolg'on reklamalarga hamda yolg'on shifokorlarga aldanib qolishmasin.